Assalomu alaykum. Aziz pensionerlar, hurmatli ota-onalar, buvijonlar va bobojonlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Gap oddiy qog'oz haqida emas. Sizning pensiyangiz, imtiyozlaringiz, bankdagi ishlaringiz, davolanish, subsidiya, moddiy yordam va boshqa ko'plab masalalarda kerak bo'ladigan rasmiy hujjat haqida ketmoqda. Agar siz pensiya olsangiz yoki uyingizda pensioner inson bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Men sizdan iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan bitta hujjatni vaqtida olmagani uchun o'ziga tegishli yordamdan, imtiyozdan yoki puldan kechikib foydalanmoqda. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Bugun men gapirayotgan hujjat bu pensiya oluvchi shaxsning pensiya tayinlanganini, pensiya turi va miqdorini tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki pensiya bilan bog'liq rasmiy tasdiq hujjatidir. Ayrim joylarda buni pensiya ma'lumotnomasi deyishadi. Ayrim hollarda pensiya guvohnomasi yoki pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma deb so'rashadi. Nomlanishi joyiga qarab biroz farq qilishi mumkin, lekin mazmuni bitta. Siz haqiqatan ham pensioner ekaningizni, qaysi turdagi pensiya olayotganingizni va pensiya miqdoringiz qancha ekanini rasmiy ravishda ko'rsatib beradigan hujjat. Nima uchun men bu hujjatni zudlik bilan oling deyapman? Chunki hozir ko'p xizmatlar hujjat asosida ko'rib chiqiladi. Og'zaki aytgan gap, qo'lda yozilgan tushuntirish yoki men pensionerman degan gap ko'p hollarda yetarli bo'lmaydi. Bank, mahalla, tibbiyot muassasasi subsidiya bo'limi, notarius, sud, soliq yoki boshqa tashkilot sizdan rasmiy tasdiq so'rashi mumkin. Sizda hujjat tayyor bo'lsa, ish tez yuradi. Siz uni keyin qidirib yurmaysiz, navbat kutmaysiz, muddat o'tib ketishidan xavotir olmaysiz. Oldin qanday edi? Avvallari ko'pchilik pensionerlar kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, navbat kutib, ariza yozib, ma'lumot olardi. Ba'zida odam bitta hujjat uchun bir necha marta borib kelardi. Birinchi kuni so'rashga boradi, keyingi kuni tayyor bo'ladi. Yana bir kun imzo yoki muhr masalasi chiqadi. Yoshi katta inson uchun bu oson emas. Ayniqsa tuman markazidan uzoq qishloqda yashaydiganlar, sog'lig'i yaxshi bo'lmaganlar, yurishi qiyin bo'lganlar uchun bitta qog'oz olish ham katta tashvishga aylangan. Hozir nima o'zgardi? Endi ko'plab ma'lumotlarni elektron tarzda olish imkoniyati bor. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni Maytonkakov, uz orqali, ayrim hollarda davlat xizmatlari markazi orqali, ba'zi bank yoki tashkilotlarda esa idoralararo elektron almashinuv orqali ma'lumot tekshiriladi. Lekin men bir narsani aniq aytaman. Elektron tizim borligi sizning qo'lingizda hujjat bo'lmasin degani emas. Amaliyotda ko'p vaziyatda odamning o'zi ma'lumotnomani chiqarib olib borishi ishni ancha tezlashtiradi. Ayniqsa muddatli ariza, subsidiya, moddiy yordam, kredit, davolanish yoki ijtimoiy xizmatlarda buni oldindan tayyorlab qo'yish juda foydali. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, 63 yoshga kirgan erkak yoki 6 yoshga kirgan ayol pensiya olib yuribdi. Unga bankdan kredit kerak bo'ldi yoki farzandi bilan uy-joy masalasida notariusga borish kerak bo'ldi. Bank ham, notarius ham daromad va ijtimoiy maqomni tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Agar ma'lumotnoma tayyor bo'lsa, odam shu kuni ishini bitiradi. Agar tayyor bo'lmasa, yana pensiya jamg'armasi, portal yoki davlat xizmatlari markazga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik bo'yicha nafaqa oladigan insonlar. Bu yerda hujjat yanada muhim. Chunki ko'p imtiyozlar nogironlik guruhi pensiya turi daromad miqdori bilan bog'liq. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironligi sababli pensiya oladi. U dori-darmon, sanatoriy, kommunal xizmatlar bo'yicha yordam yoki mahalla orqali moddiy yordam masalasida murojaat qiladi. Tashkilot undan pensiya miqdorini tasdiqlashni so'rashi mumkin. Agar ma'lumotnomada pensiya turi va summasi aniq ko'rsatilsa, qaror chiqarish osonlashadi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu ko'pincha yetim bolalar, voyaga yetmagan farzandlar yoki oila boquvchisidan ayrilgan shaxslar bilan bog'liq. Bunday oilalarda har bir hujjat juda muhim. Chunki moddiy yordam, o'qish, stipendiya, imtiyoz, ijtimoiy himoya masalalari ko'p bo'ladi. Masalan, onasi 2 nafar farzand uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzand kollej yoki universitetga hujjat topshirmoqchi. Ayrim holatlarda oilaning ijtimoiy holatini tasdiqlovchi ma'lumot so'raladi. Shunda pensiya ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 4-toifa
Yaqında pensiyaga chiqqanlar. Men aynan yangi pensionerlarga alohida ogohlantirish beraman. Pensiya tayinlangandan keyin hujjatlaringizni tartibga solib qo'ying. Pensiya kartangiz chiqdi. Birinchi to'lov tushdi. Shu bilan ish tugadi deb o'ylamang. Sizda pensiya tayinlangani haqidagi rasmiy tasdiq, pensiya miqdori haqidagi ma'lumotnoma, pasport yoki ID karta, bank kartasi ma'lumotlari tartibli saqlanishi kerak. Chunki dastlabki oylarda xatolik, qayta hisoblash, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat, arxiv ma'lumotlari kabi masalalar chiqib qolishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz hech qanday subsidiya, kredit, moddiy yordam, sud yoki notarial ish davolanish bo'yicha rasmiy murojaat qilmayotgan bo'lsangiz, hujjatni bugunoq ishlatmasligingiz mumkin. Lekin buni olmaslik kerak degani emas. Men mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Pensioner odamda eng asosiy hujjatlar oldindan tayyor tursin. Kerak bo'lgan kuni yugurib yurmaslik uchun. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 38 yoshli fuqaro uyini navrasiga hadya qilish masalasida notariusga boradi. Notarius shaxsni, mulk hujjatlarini, oilaviy holatga oid ayrim ma'lumotlarni tekshiradi. Shu jarayonda fuqaroning pensiya daromadi yoki pensioner maqomini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lib qoladi. Agar u ma'lumotnomani oldindan olib kelganda ish tezroq bitardi. Lekin hujjat yo'qligi uchun u yana alohida murojaat qiladi, vaqt ketadi. Farzandlari ishdan qoladi. Mana bitta qog'ozning ta'siri. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi ayol kishi 1.200.000 so'm atrofida pensiya oladi. Eri vafot etgan, o'zi yolg'iz yashaydi. U mahalladan moddiy yordam so'raydi. Komissiya uning daromadini ko'rish kerak. Ayol mening pensiyam kam deydi. Lekin komissiya og'zaki gapga qarab qaror qilmaydi. Pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma bo'lsa, unda summa aniq ko'rinadi. Shunda yordam masalasida asos paydo bo'ladi. Hujjat bo'lmasa, ariza cho'ziladi. Uchinchi misol. Andijonda bir pensioner bankdan maishiy texnika uchun kichik kredit olmoqchi. Bank pensiya tushumini ko'radi, lekin ba'zan qo'shimcha ma'lumotnoma so'raydi. Pensiya barqarormi? Miqdori qancha? Qaysi turdagi to'lov? Agar fuqaro oldindan pensiya ma'lumotnomasini olib qo'ygan bo'lsa, bank xodimiga taqdim etadi. Kredit masalasi tezroq ko'riladi. Aks holda ertaga olib keling deyiladi. Odam yana ovora bo'ladi. To'rtinchi misol. Buxoroda nogironlik pensiyasi oluvchi shaxs sanatoriy yo'llanmasi yoki davolanish bo'yicha murojaat qiladi. Tibbiyot muassasasi yoki ijtimoiy himoya bo'limi uning maqomini hujjat bilan tasdiqlashni so'rashi mumkin. Nogironlik ma'lumotnomasi alohida, pensiya ma'lumotnomasi alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Chunki biri sog'liq holatini, ikkinchisi ijtimoiy to'lovni tasdiqlaydi. Odamlar ko'pincha bularni aralashtirib yuboradi. Natijada hujjat to'liq bo'lmagani uchun ish ortga suriladi. 5-misol. Qoraqalpog'istonda yashovchi pensionerning farzandi chet elda. Farzand ota-onasiga pul yuboradi, lekin ota-onaning o'z daromadi ham rasmiy ko'rsatilishi kerak bo'lgan vaziyat chiqadi. Masalan, viza, homiylik, davolanish yoki bank operatsiyasida. Pensiya ma'lumotnomasi bu yerda ham kerak bo'lishi mumkin. Hujjatda rasmiy to'lov ko'rsatilgani uchun u ishonchli dalil hisoblanadi. Odatda pensiya bilan bog'liq ma'lumotnomada fuqaroning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, shaxsiy identifikatsiya raqami, pensiya turi, pensiya miqdori, pensiya tayinlangan sana, ma'lumotnoma berilgan sana kabi ma'lumotlar bo'ladi. Ba'zan hudud, bo'lim nomi yoki elektron tasdiqlash kodi ham ko'rsatiladi. Elektron hujjatlarda QR kod bo'lishi mumkin. QR kod hujjat haqiqiyligini tekshirish uchun kerak. Men bu yerda juda muhim narsani aytaman. Hujjatdagi har bir ma'lumotni tekshirib oling. Ism sharifda bitta harf xato bo'lsa ham, keyingi tashkilot hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Tug'ilgan sana xato bo'lsa muammo chiqadi. Pensiya turi noto'g'ri ko'rsatilsa, imtiyozga ta'sir qilishi mumkin. Pensiya miqdori eski summa bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, qayta hisoblashdan keyingi yangi miqdor aks etmagan bo'lsa, siz kam daromad yoki ko'p daromad sifatida noto'g'ri bog'lanishingiz mumkin. Ayniqsa pensiya oshirilgan davrlardan keyin ma'lumotnoma olayotganda ehtiyot bo'ling. Ba'zan odam eski ma'lumotnomani olib yuradi. Unda oldingi summa turadi. Keyin subsidiya yoki yordam masalasida yangi daromad so'ralganda eski hujjat mos kelmaydi. Shu sababli men doim aytaman. Muhim murojaat oldidan yangi ma'lumotnoma oling. 3 oy, 6 oy oldingi qog'oz bilan har doim ham ish bitmaydi. Birinchi nozik jihat, hamma joy bitta xil hujjat so'ramaydi. Bir
tashkilot pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma deydi. Boshqasi pensionerlikni tasdiqlovchi hujjat deydi. Yana biri daromad ma'lumotnomasi deydi. Siz shoshilmasdan aniqlashtiring. Aynan qaysi ma'lumot kerak? Pensiya tayinlanganimi, miqdorimi? Oxirgi 6 oylik tushummi? Bank kartasiga tushgan mablag'mi? Chunki noto'g'ri hujjat olib borsangiz, yana qaytasiz. Ikkinchi nozik jihat, pensiya va nafaqa bir xil tushuncha emas. Ko'pchilik pensiya olaman deb aytadi, lekin huquqiy jihatdan u nafaqa bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim ijtimoiy nafaqalar pensiya staji yetarli bo'lmaganda tayinlanadi. Tashkilot esa aynan pensiya hujjatini so'rasa, siz oladigan to'lov turi muhim bo'ladi. Shu sababli ma'lumotnomada to'lov turi to'g'ri yozilgan bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat vakil orqali olish. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi yoki boshqa yaqin inson yordam berishi mumkin. Lekin ayrim holatda ishonchnoma talab qilinadi. Oddiy savol so'rash boshqa, rasmiy hujjat olish boshqa. Shaxsiy ma'lumotlar himoyalangani uchun har kim kelib boshqa odamning pensiya ma'lumotini ola olmaydi. Agar otangiz yoki onangiz yurishi qiyin bo'lsa, oldindan Davlat xizmatlari markazidan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan vakolat tartibini so'rab oling. 4-nozik jihat. Elektron hujjatni hamma xodim bir xil qabul qilmasligi mumkin. Qonun bo'yicha elektron hujjatning yuridik kuchi bo'lishi mumkin, lekin amaliyotda ba'zi joylarda xodim muhrli qog'oz olib keling deb qoladi. Bunday vaziyatda tortishib vaqt yo'qotmasdan avval tashkilot talabini aniqlang. Agar ular elektron hujjatni qabul qilsa, portal orqali oling. Agar muhrli variant so'ralsa, tegishli bo'lim yoki davlat xizmatlari markazi orqali aniqlashtiring. 5-nozik jihat, hujjat muddati. Ba'zi ma'lumotnomalarda aniq amal qilish muddati bo'lmasligi mumkin, lekin qabul qiluvchi tashkilot oxirgi 30 kun ichida olingan bo'lsin yoki yangi sana bilan bo'lsin deb talab qilishi mumkin. Bu ayniqsa subsidiya, kredit, moddiy yordam va sud ishlarida uchraydi. Shuning uchun eski hujjatni saqlab qo'yish foydali, lekin muhim ariza berishdan oldin yangisini olish yanada to'g'ri. 6-nozik jihat, pensiya qayta hisoblanayotgan bo'lsa. Ba'zi pensionerlar ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topadi. Arxiv ma'lumotini olib keladi yoki pensiya miqdori qayta ko'riladi. Shu jarayonda ma'lumotnoma olinsa, unda hali eski summa ko'rinishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz qayta hisoblanayotgan bo'lsa, ma'lumotnomani qachon olishni mas'ul xodimdan so'rang. Aks holda siz rasmiy ishga eski summani topshirib qo'yishingiz mumkin. 7-nozik jihat. Bank kartasiga tushum bilan pensiya ma'lumotnomasi farq qiladi. Bank ko'chirmasida pul tushgani ko'rinadi, lekin u pulning huquqiy turi har doim ham to'liq tushuntirilmaydi. Pensiya ma'lumotnomasida esa aynan pensiya turi va rasmiy miqdor ko'rsatiladi. Ba'zi ishlar uchun bank ko'chirmasi yetadi, ba'zi ishlar uchun pensiya ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Ikkalasini aralashtirmang. Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Sizda ID karta yoki pasport bormi? Jasher raqamingiz to'g'rimi? Bank kartangiz faolmi? Pensiya tayinlangani bo'yicha eski hujjatlaringiz qayerda turibdi? Ko'pchilik aynan shu oddiy tartibsizlik sababli qiynaladi. Hujjatlar bir papkada tursin. Pasport nusxasi, pensiya bilan bog'liq ma'lumotnoma, tibbiy hujjatlar, bank rekvizitlari, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'yicha hujjatlar. Ikkinchi qadam, sizga aynan qaysi ma'lumotnoma kerakligini aniqlang. Agar subsidiya uchun bo'lsa, pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma yetadimi yoki oxirgi 6 oylik daromad kerakmi deb so'rang. Agar bank uchun bo'lsa, bank xodimidan hujjat nomini aniq yozdirib oling. Agar notarius uchun bo'lsa, notarius yordamchisidan ro'yxatni so'rang. Bu juda muhim, chunki noto'g'ri hujjat olib borish eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. 3-qadam, olish usulini tanlang. Agar siz yoki farzandingiz internetdan foydalana olsa, Govuz orqali kirib, pensiya bilan bog'liq ma'lumotnomani izlab ko'rishingiz mumkin. Odatda portalda shaxsiy kabinet orqali ariza beriladi yoki ma'lumot avtomatik shakllantiriladi. Elektron raqamli imzo, OnID yoki boshqa tasdiqlash usuli kerak bo'lishi mumkin. Agar bular sizga qiyin bo'lsa, Davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda xodimlar ariza qabul qilish tartibini tushuntiradi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish zarur bo'lsa, tayyor borish kerak. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Agar boshqa odam nomidan borayotgan bo'lsangiz, vakolatni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Qaysi hujjat kerakligini oldindan telefon orqali so'rab olish yaxshi. Arizada
pensiya turi va miqdori haqida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb mazmunini aniq yozish kerak bo'ladi. Agar hujjat ma'lum bir tashkilotga topshirilsa, masalan, bankka, sudga yoki mahallaga, buni ham aytib o'tish foydali. 5-qadam hujjatni olgandan keyin tekshiring. Ism sharif, tug'ilgan sana, JSA shir, pensiya turi, miqdor, sana, tashkilot nomi, QR kod yoki tasdiqlash rekvizitlari to'g'ri ekanini ko'ring. Xato topsangiz shu zahot tuzatishni so'rang. Mayli, shunday ham bo'laverar demang. Rasmiy hujjatda mayda xato ham katta kechikishga sabab bo'lishi mumkin. 6-qadam, hujjatni saqlash tartibini yo'lga qo'ying. Qog'oz variantini alohida papkaga soling. Elektron variant bo'lsa, telefoningizda yoki farzandingiz telefonida saqlang, lekin begonalar bilan ulashmang. Telegram orqali har kimga yuboravermang, chunki unda shaxsiy ma'lumotlar bo'ladi. Shaxsiy identifikatsiya raqami, tug'ilgan sana. Pensiya miqdori begona qo'lga tushmasligi kerak. Kerakli tashkilotga topshirish boshqa, internetda tarqatish boshqa. 7-qadam, agar siz imtiyoz yoki yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, faqat bitta hujjat bilan cheklanib qolmang. Mahallaga moddiy yordam uchun odatda ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oilaviy holat yoki daromadga oid ma'lumotlar, ba'zan tibbiy hujjatlar ham kerak bo'ladi. Kredit uchun bank o'z ro'yxatini beradi. Davolanish uchun tibbiy xulosa talab qilinishi mumkin. Pensiya ma'lumotnomasi asosiy hujjatlardan biri, lekin hamma ishni bir o'zi hal qilib bermaydi. Shuning uchun hujjatlar to'plamini to'liq tayyorlang. Eng birinchi xato kechikish. Odam hujjatni faqat oxirgi kuni izlaydi. Masalan, subsidiya arizasi topshirish muddati tugashiga 1 kun qolgan. Pensiya ma'lumotnoma kerakligini endi biladi. Portalga kira olmaydi. Davlat xizmatlari markazida navbat. Pensiya bo'limida tushlik vaqti. Natijada ariza kechikadi. Men shuning uchun zudlik bilan oling deyapman. Ish chiqib qolganda emas, oldindan tayyorlab qo'ying. 2-xato eski ma'lumotnomani topshirish. Odam 1 yil oldin olgan qog'ozni olib boradi. U paytda pensiya miqdori boshqa bo'lgan, hozir oshgan yoki qayta hisoblangan. Tashkilot yangi ma'lumot so'raydi, yana qaytish kerak bo'ladi. Agar siz biror muhim ishga hujjat tayyorlayotgan bo'lsangiz, yangi sanali ma'lumotnoma oling. 3-xato hujjatni rasmga olib sifatsiz yuborish. Ba'zi tashkilotlar elektron nusxa qabul qiladi, lekin rasm xira. QR kod ko'rinmaydi, burchagi kesilgan, ism sharif o'qilmaydi. Bunday holatda hujjat rad etilishi mumkin. Agar elektron yuborsangiz, fayl aniq, to'liq va o'qiladigan bo'lsin. Iloji bo'lsa PDF shaklida yuklab oling. 4-xato begona odamga ishonib yuborish. Men sizga pensiya hujjatini olib beraman, kartangizni ham bering, SMS kodini ayting deganlarga ishonmang. Hech qachon bank kartasi PIN kodi, SMS kodi, shaxsiy kabinet parolini bermang. Hujjat olish uchun bank kartangiz kodi kerak bo'lmaydi. Agar kimdir SMS kod so'rasa, bu juda xavfli belgi. Pensionerlar ko'p hollarda ishonuvchan bo'ladi. Shundan foydalanadigan firibgarlar ham bor. 5-xato. Pensiya miqdori noto'g'ri bo'lsa ham indamaslik. Agar siz hujjatda ko'rsatilgan summa bilan amalda kartangizga tushayotgan summa o'rtasida farq ko'rsangiz, albatta aniqlashtiring. Ba'zan ushlanma, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati yoki boshqa sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan esa texnik xato bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Rasmiy ma'lumotni ko'rib, savol tug'ilsa, mas'ul idoraga yozma yoki og'zaki murojaat qiling. Agar sizga hujjat berilmayotgan bo'lsa, avvalo sababini xotirjam so'rang. Nima uchun berilmayapti? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi tartibga asosan deb aniqlashtiring. Ba'zida muammo sizning shaxsingizni tasdiqlashda bo'ladi. Ba'zida tizimda ma'lumot chiqmaydi. Ba'zida vakolat yetarli bo'lmaydi. Sababni bilmasdan turib janjal qilish foyda bermaydi. Agar sizning arizangiz qabul qilinmasa, yozma murojaat qiling. Arizada familiyangiz, ismingiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, pensiya ma'lumotnomasini olishni so'rayotganingizni aniq yozing. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Davlat xizmatlarida, portallarda va idoralarda murojaatni ko'rib chiqish tartibi bor. Og'zaki gap yo'qolib ketishi mumkin. Yozma murojaat esa iz qoldiradi. Agar tizimda ma'lumotlaringiz noto'g'ri chiqsa, masalan, ismda xato, tug'ilgan sanada xato, pensiya turi noto'g'ri bo'lsa, buni alohida tuzatish kerak. Bunday xatolar o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Bugun pensiya ma'lumotnomasida xato bo'lsa, ertaga boshqa xizmatlarda ham muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlarni to'g'rilash masalasini o'rtga surmang. Men pensionerlarga doim 3 ta narsani tavsiya qilaman.
Birincisi hujjatlarni oldindan tayyorlang. Ikkinchisi hujjatdagi ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Uchinchisi shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Mana shu 3 qo'yda ko'p muammoning oldini oladi. Agar sizning oilangizda yoshi katta inson bo'lsa, farzandlar ham befarq bo'lmasin. Ota-onangizning pensiya hujjatlari qayerda turibdi? Ma'lumotnoma kerak bo'lsa qayerdan olinadi? Portalga kirish imkoniyati bormi? Telefon raqami o'z nomidami? Bank kartasi xavfsizmi? Shularni tekshirib qo'ying. Bu ularni nazorat qilish emas, bu ularga yordam berish. Chunki ko'pincha muammo chiqqanda farzandlar ham shoshilib qoladi. Agar pensionerning sog'lig'i yaxshi bo'lmasa yoki yurishi qiyin bo'lsa, barcha ishni oxirgi kunga qoldirmang. Davlat xizmatlari markaziga borish kerakmi? Vakil orqali olish mumkinmi? Elektron shaklda olish mumkinmi? Buni oldindan o'rganing. Bir marta tartibni bilib olsangiz, keyingi safar ancha oson bo'ladi. Yana bir muhim tavsiya: har safar hujjat topshirayotgan joydan qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Masalan, ariza topshirdingiz, hujjat nusxasini berdingiz, elektron yubordingiz. Qabul qilindi degan belgi, ro'yxat raqami yoki xodimning tasdig'i bo'lsin. Keyin siz hujjat bermagansiz degan vaziyatlar bo'lmasligi uchun bu juda muhim. Aziz pensionerlar, bugungi gapning mazmuni shuki, pensiya tayinlangani. Pensiya turi va miqdorini tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotnomani oldindan olib qo'ying. Bu hujjat bankda, mahallada, subsidiya, moddiy yordam, notarius, sud va boshqa ko'plab rasmiy ishlarda kerak bo'lishi mumkin. Uni vaqtida olmaslik ishlaringizni cho'zadi. Ayrim hollarda esa sizga tegishli imkoniyatdan kechikib foydalanishga sabab bo'ladi. Men sizga shuni maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa maybog.gov.uz orqali, davlat xizmatlari markazi orqali yoki pensiya jamg'armasi bo'limi orqali ma'lumotnomani oling. Hujjatdagi barcha ma'lumotni tekshiring, yangi sanali nusxasini saqlang, shaxsiy ma'lumotlaringizni begonaga bermang. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Sizdan qaysi tashkilot pensiya ma'lumotnomasini so'radi? Qayerda muammoga duch keldingiz? Hujjatni olish oson bo'ldimi yoki qiyinmi? Fikringiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'p odamning vaqtini, asabini va pulini tejab qolishi mumkin.